Uf, jonga tegib ketdi hammasi. O'zi tug'ilishimni aytadi, shunchalik ham omadsiz yigit bo'laman. Ha, miyat qutlagansiz, nima bo'lyapti? Nima ish qilyapsan? Nima ish qilsang ham omading kelmayapti. Nimaga omading kelmaydi? Hozir men seni bitta joyga boraman. Uyga omading kelmaydi deganlardan omading keladi. Qayerda ekan o'sha joy? Yur olib boraman, yur. Senga hozir ko'rsataman. Normal kiyinib ol faqat. Meni qayerga olib kelding, do'st? Sen buni eshitmadingmi? Yo'q, eshitganim yo'q. Sen uydan chiqmasan qayerdan eshitasan? Yur ichkari kirang. Bu nima narsa? Bu yerda bor-ku, o'shalar o'rtamizda shou qilyapti. Yo'q. Endi 100 million so'mlik sovg'a bor. Faqat surxondaryoliklar uchun, tushundingizmi? Nega kelasan? 300 ming so'mga xohlagan narsangni deysan, xohlasang dastlabki qilib olib ketirasan, tushundingizmi? O'yin ishtirokchisiga aylansan, tushundingizmi? Keyinchi? Keyin mana shu barabanda aylantirsan, mana shu yerda tushgan sovg'alar biri seniki. Yo'q. Bir aylantirib ko'raylik. Davay. Bismillah. Ket, ha bir omadni sinab ko'raylik qa. Asli nima chatda o'ylaysan oshna? Siz Sheroboddan shouga ishtirok etib, 2 kilo tandir go'sht 3 million pul yutug'iga ega bo'ldingiz mana. Oling aka. Xursandmisiz? Xursandman. Rahmat. Rost ekanmi? Rost. Rahmat aka. Yendi jigar hammamiz bo'yiga yarasha deganda, mana uni men olaman. Ana 2 kilo tandirni endi uydagilar bilan borib, maza qilib yeysan oshlar. Bo'pti, men ketdim. Nima bo'ldi hozir? Ya, onangga omading kelmasa ham qiyin ekanda.